Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimizda Xitoyliklarning Prado'si hisoblanadigan Bike BG60 avtomobili. Bu mashinani bitta ko'rishda haqiqiy Prado deb o'yladim. Endi ko'ramiz qanaqa ekan. Bu mashina gibrid mashina hisoblanar ekan. Общий zapas xodi 1200 km bosib o'tadi. Oldi ham tortadi, orqasi ham tortadi. Eshigi ochganda birinchi navbatda paroglar kutilyapti. Bu parog 300 kgacha bemalol ko'taradi. Eshigiga qaraydigan bo'lsangiz, mana o'zi eshigi buyog'i Range Rover Silga sal tortib ketyapti. Range Rover Sil tepasi koja bilan tortilgan ekan. Tak saloniga o'zingiz baho berishni boshlaysiz. Saloniga keladigan bo'lsak, oldida pamyat sideniyasi bor deyapti. Tak oldiga, orqaga, tepaga, pastga piyodalar ham kontrol bo'ladi, piyoda spinkalar ham kontrol bo'ladi. Pamyat sideniya bor deyapti. Abduf Abagrev massaj bu yoqda ham. U yoqda ham Abduf massaj bor. Ruliga kelsak, ruli kojamda tortilgan ekan, yumshoq koja. Juda приятный koja ekan. Abagrev kojasi, Abagrev ham bor, Abagrev bor. Tak sensorni, bu yoq tepa sensorni deyapti, живой knopka ham bor deyapti, bosiladi bu yoqda. Mana o'zingizdan ko'rsangiz bo'ladi, sensorda o'tyapti bu yoqdan bu yoqqa. Proyektor bilan jihozlangan, proyektori bor. Oldida 1000 kilovatli subwoofer ham bor deyapti. Tak полный запись video registrator oldini ham oladi deydi, orqani ham oladi deydi. Bu yoqqa fleshkani tiqsangiz bo'ldi, ketdi yog'i zapis ketaveradi deyapti. Tak selektor korobkasi yonga qo'yilgan, chunki buni ko'rib tursangiz hozir hamma xitoylar bu yoqqa o'tkazyapti. Bu o'sha eski Prado'larga, haqiqiy Prado'larga o'xshab korobka bu yoqda живой knopka, полный живой knopka konditsionernikim. Hozir ko'plar biladi, to'g'ri hamma narsa sensor bu yoqqa o'tib ketyapti monitorning o'ziga. Yo'lda ketgan paytda chalg'ib, uni bosib, uni to'g'irlaguncha sal vaqt o'tib ketib qolishi mumkin. Bu sal chalg'itadi. Lekin men bu narsalar bitta knopkada bilasiz qayerda joylashgan, qaysi nimani bossangiz tushadi, nimani bossangiz ko'tariladi, nimani bossangiz o'chini polni уже haydagan paytda bilsa bo'ladi. Bu yoq knopkalarga kelsak, bu yoqda Abduf Abagrevlarni kontrolga olsangiz bo'ladi. Rejimlari bu yoqdan o'zgaradi. 3 ta rejimi elektr, gibrid, benzin rejimida yursa bo'ladi. Yana yo'llarga moslashib, yana 9 ta rejim, 8 ta rejim bor ekan. O'shani polni o'zgartirib, любой yo'lga moslab yursangiz bo'ladi deyapti. Tak, orqasiga kelsak, orqa eshigi ham tepasi polni koja bilan tortilgan. Stil o'sha bu yog'iga Abduf Abagrevni bu yoqdan kontrol qilsa bo'ladi даже deyapti. Abduf Abagrevni bu yoqdan kontrolga olsangiz bo'ladi. Oynalar ochilib yopilishlarini ham bemalol kontrol qilsangiz bo'ladi. Tak, kolonkasi kelsak, Infinity Premium segment. Bu yaxshi. Ashlarni mazza qilib mashinaning ichida eshitib, toqqa borganda, yo'lda ketsa bo'ladi, eshitib. Premium segment mashinasi bo'lgandan keyin premium kolonka ham bo'lishi shart bunga. Tak, orqasiga kiradigan bo'lsak, joylashuvi 2-3-2 usulda joylashgan 7 o'rinli mashina hisoblanadi bu. Bu yog'ida ham, u yog'ida ham Abduf Abagrev massaji bor. Abduf Abagrev massaji bor. Tak, bu ham живой knopka, polni orqadagi o'tirgan odam o'ziga moslab bemalol konditsionerni o'ziga moslab ketsa bo'ladi. Hozir chiqib ko'rsatamiz. Chiqish uchun qulayliklari ishlaysiz. Yoshi katta onaxonlar, otaxonlar o'tiradigan bo'lsa, qulaylik tarafi mana shuni ishlab bemalol mashinaga chiqib o'tirib oladi. Tak, ichidan baho beradigan bo'lsak, salonni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'ini bossangiz, bu yog'ida 220 kilovatgacha beradigan zaryadni qo'ysangiz bo'ladi. Mashinaning ichida notebookingiz ham, telefoningiz ham, yana boshqa kerakli narsalaringiz bo'lsa, o'shani ham zaryadga qilib kelsangiz bo'ladi. Bu yoqda переключатель ham bor ekan. Переключатель ochish qiyin bo'lyapti, sovuqqa. Переключатель bor. Bemalol bundan ham zaryad qilib kelsangiz bo'ladi, kerakli narsalaringiz bo'lsa. Aytib o'tganimdek, konditsioner bu yoqdan ochib qo'ysangiz, yopib qo'ysangiz bo'ladi, sovug'ini ham, issig'ini ham. Tepada ham bu yoqdan kontrolga olsangiz bo'ladi, issig'ini ham, sovug'ini ham. Panorama lyuk ko'rib turibsiz, panorama qayergacha ochilishini. Panorama ochilgandan keyin toqqa borsiz, lyukini ham ochib ketishingiz kerak bo'ladi. Sababi tog'larda bu mashina mazza qilib toza havoda bahramand bo'lib yurish kerak. Tak, ketdik. Bu tarafida elektr bo'ladi deyapti. Zaryadga qo'yishi. Orqasidan baho beradigan bo'lsak, orqasida nimadigan mana shu yozuvlar bo'lmaganda shunday qo'yganda ko'rgan zavodingiz yo'q, bu точно Prado deb o'ylardingiz. Sababi haqiqatan orqa dizayni ham Pradoga tortib ketadi. Tak, mashinaga o'zingiz yana yonidan baho berasiz. Bu taraf ham xuddi shunaqa yonni aytib o'tilganimizdek
polni kojani tortilgan. Bu yoqda ham o'zi bu tarafga o'tirgan odam o'ziga abagresini ham, abduvini ham kontrolga olsa bo'ladi. Kolonkalar Infinity yana aytib o'tamiz. Bu yoqda ham ishlab chiqarish ishlab chiqishga bemalol qo'lni ishlab, oppa ketdi. Sakrimiz, o'tirdik. Ko'rib turibsiz, oldidagi o'tirgan odam sal qo'pol qilib aytganda mashinaga orqadagi haydovchiga sal qo'pollik qilib aytganda noqulaylik tug'diryapti-da. Endi bunga do'stim oldinga surib qo'y demaysizda, bu yerda o'zining knopkasi bor. Shu knopkani bossiz, mana o'zini sekin joyiga qaytarib qo'ysangiz bo'ladi. Mana busini ham ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi, чтобы sizga bemalol o'tirib ketishingiz uchun qulaylik bo'lishi uchun. Bemalol o'tirdingiz, ketdingiz uzoq yo'lga. Tak. Bu mashinaning xarakteristikalarini opisiyaniyasida qoldiraman. Bemalol o'qib, yana nimalar bilan jihozlangan, nima funksiyasi bor. Chunki bu mashina haqida gapiraman desak, 10 minut, 15 minut ketishi mumkin. Kamida yarim soat ham gapirishim mumkin, chunki mashina haqiqatan gapirishga juda ko'p narsalari ko'p. O'sha narsani men sizga opisiyaniyasiga yozib qoldiraman. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 52 ming qilib beramiz. Avtokreditga ham chiqarib beramiz. Пересыльнигga ham ishlaymiz. Xohlasangiz naqdda, mana ukam men naqdda olaman desangiz, naqdga ham ishlab, naqd oladigan bo'lsangiz, yana narxini tushirib beramiz. Yana ko'proq ma'lumot olish xohlasangiz, pastda raqamlar qoldirib ketamiz. O'sha raqamlarga aloqa chiqing. Bemalol o'zingizda qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol savollaringizni aytib, biz o'sha savollarga javob berib o'tamiz. Hammaga xayr. Eng osonroq iltimos obuna bo'lishni unutmanglar. Yog'iga har bitta mashinani yana ko'proq obzor qilib ketamiz.